3. Salom kuzatuvchilar, ko'pchilik iltimos qilyapti, so'rayapti. Kecha tandir buziladigan bo'lsa, fonni buzilib ketami deyapti. Yo'q, bundan bizda unaqa bo'lmaydi. Bizda moshnik bo'ladi, maydan 10 tacha qish olinadi, tandir chiqadi, kiriladi. Tepaga umuman terilmaydi. Bu sistemani shogirdlarimizga o'rgatamiz biz. Aynan men o'rgatdim, umuman hech qaysiga. Liboyga. Bilsa 5%, 10% biladi xolos, 100% bilmaydi hech qaysi. Mangalarimiz rasmiy posonda bo'ldi, divayni zub bo'ldi, ikkita trayni zub bo'ldi bu ham. Ikkita aynamiz zub, faqat o'zliqli bu ham. O'choqlarimiz mana polniy, moshnik holatda, ideal holatda bo'ladi mana. Bu mana nimalarni aytib o'tamiz yana. Mana tushadi idishga. Mana yangilik, proyektlar 2026. Mana o'choqlarimiz cheris оборот bilan, cheklasa bilan chiqib ketadi. Iplarganimiz. Mana moshnik holatda ketadi, zagotovka stol. Bizni kuzatishda davom eting. O'choqchilar qiroli kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Takliflarga yuborib qo'yasiz. Bu stilda biz qilamiz xolos, boshqasi qilmaydi. Rahmat, sog' bo'lasizlar.